Assalomu alaykum akalar, opalar, ukalar, singillar, xullas bir so'z bilan aytganda jigarlar deydi-ku. Mana sizlarga xudo xolisa mana quyoshimiz chiqqan. Pardamizni hali ochganimiz yo'q edi, kun tashqari sovuqligi uchun. Endi quyosh chiqqanligi sababli pardani ochib, plyonkadan muzlarni eritish uchun ichkaridagi issiq havoni ochishimiz kerak. Klyankadagi muzlar erishi kerak. Men sizlarga ochishni ko'rsataman. Koreyskiy teplitsada mana bunday shiti bor. Shu terganmiz akalar. Mana terilgan vaqtida. Xo'sh, mana knopkasini shunday o'ngga buraymiz. Buni ham shunday o'ngga buraymiz. Mana yozuvi Ruchniy stop avto degani bor. Avtoga shunday o'ngiramiz. Keyin bizda mana 2 bilan 4 oq pardani ochish. Ikkala yashilda, ikkala yashilda bosamiz. Hop. Hop. Mana akalar, xudo xolasa pardamiz sekin ochiladi. Yurayapti. Sizlarga bilinyaptimi yo'qmi? Sekin ochilyapti. Akalar, bitta narsa, mana shunday koreyskiy teplitsalarda xo'p, pardani ochayotganda ertalab birdaniga to'liq ochilmaydi. Yarim metr balki undan ham kamroq qilib ochamiz. Shtobi tepada plyonka bilan pardani o'rtasida ham sovuq havo bor-da, ancha. O'shani isitib olmaguncha to'liq ochmaymiz. Mana shun bir yarim metr yoki bir 30 santimetr qilib turib ochib olamiz. Pomidorga ham birdan yaqday havo urib ketmaydi-da, shuning uchun. O'sha maqsadda ozgina ochiladi. Mana pardalar ochildi. Sekin ochilyapti. Boya aytganimdek, hammasini to'liq ochmaymiz. To'xtatamiz. Shu holatda mana to'xtatish. Xohlasangiz mana ikkita stop bossangiz ham bo'ladi. Yoki mana knopkani burab qo'ysangiz ham o'rtaga stopga o'chadi. Ikki xil usul mana. Gradusimiz 13.4. Pomidorlarimiz mana akalar. Mana Rozovey Pek Paradise. Mana gullaganlari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Yana ham bor ekan ani. Xullas 10 tadan ziyodroq, 10 taga yaqin guli bor. Bu boshqa nav. Bu pomidori boshqa nav, bu pomidori boshqa nav. Navi ikki xil. Mana o'rtaga bodring ekkanmiz akalar. Odatda yerga ekmas edik oldin. Hozir ekyapmiz. Pomidorlar ikki olingan. Ko'rinishlari menimcha yomon emas. Yana bitta narsani aytib o'taman, akalar, opalar, singillar, bu videoni faqat 0 odamlar ko'rmaydi, to'g'rimi? Bir agronom akalar ko'rishib qolishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bir fikr mulohaza almashsa ham bo'ladigan kanal bo'ladi. Xudo xolasa Telegram kanalini ham ochamiz buni. Niyatimiz bor, Telegram kanalini ham ochib, xudo xolasa shunda kasalliklarni bir-biri bilan muloqot qilib, davolash usullarini bir-biriga fikr almashsa bo'ladigan sharoitni yaratamiz, xudo xolasa.
Ana shunaqa. Bu 1 gektar akalar, 1 gektar. 1 gektar. Bu yerda to'liq pomidor. Mana tagiga o'zi quyosh tushib, ko'rsataman, qarang, hali muz. Muzlab turibdi ikkilangalar. Sekin ashula erib, quyoshning nuri to'liq o'tgandan keyin yaxshi bo'ladi. Bardalar to'liq ochib tashlaymiz.